Jonim, bo'ldingmi? O'zingni ko'p oynaga solding-da? Hammasi siz uchun-da. Ajat. Shundoq ham chiroylisan-ku. Chiroylisiz mening farishtam. Ha, shirin-shirin gaplarni topib gapiradigan bo'lib qopsizmi? Endi kitob o'qiyapman-da. Hozir chiqaman. Kim bo'ldi endi? Yarim kechasi uyda uxlasa bo'lmaydimi odamlar? Kim ekan? Qo'shnimasmikan? Obbo. Hozir o'zim qarayman. Tavba. Qarab o'rgin. Voy hozir. Tunda ham tinch qo'yishmaydi-ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Bolam? Ha? Tinchlikmi? Hozir. Nima gap tinchlikmi ish qilib? Sizga surprizim bor. Ha, nima? Ko'zingizni yuming. Tinchlikmi ish qilib? Nima bo'ldi? Nimaga? Nimaligini topasizmi? Gulmi? Obbo, gul bo'lsa bo'ldi, ha? Gulmi? Aytsang-chi, o'g'lim. Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan o'g'lim? Ha, bu o'zingiz qildingizmi buni? Ha, endi bilasan-ku. Qo'yil. Bu gullar ham haqiqiy-ku. Ha. Xalaqit berib qo'ydingmi? Yo'q. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Yarim kechasi qaytib keldinglar. Sizdan kechirim so'ramoqchi edim. Mendanmi? Sizdan. Kirsam bo'ladimi? Aytishadi-yu. Qaytib kiradigan eshigingni qattiq yopma deb. Oyijon, sizni hamma gaplaringiz to'g'ri ekan. Kechira olsangiz kechiring. Sizni boshqa xafa qilmaslikka harakat qilaman.
Demak, harakat qilasan. Yaxshi. Hayotda har bir insonga yana bir marotaba imkon beriladi. Bilasan-a? Xush kelibsan. Rahmat.